Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kanalim mehmonlari, xush kelibsizlar kanalimga. Yozning issiq kunlari ham boshlanyapti. Bahor bo'lsa ham issiq. Odamda haligi bahorda aytishadi-yu, ilik uzildi payti deyishadi. Yo'g'on cho'zilib ingichka uziladi deydi. Shu paytlarda odam muzday narsalar ichkisi kelar ekan. Shunga men hozir akroshka tayyorlamoqchiman. Akroshkamiz uchun men qattiq emas, uyda bor ekan smetana olib qo'yib qoldim. Smetana 500,5 kilo. 5 dona tuxum. 2 ta katta, bitta kichkina bo'ldi, 3 ta kichkina bo'ldi. 160 gram kolbasa, 2 dona bodring svejiy. Ko'rib turganingizdek, ko'k piyoz, ukrop, 4 dona rediska. Mana shularni hammasini endi to'g'rab olamiz. To'g'raganlarimni ko'rsatib boraman pauza bilan faqat. Mana azizlarim, hamma masalliqlar to'g'rab oldim. 500 gram qattig'imizga 160 gram kolbasa etdim. Ko'kini oxirida solamiz. Kolbasa solamiz hozir. Ko'klidan chochilganlarni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tuxumini solamiz. Bodring. Rediskamiz bor. Mana ko'katni solamiz. Ko'k piyoz bilan ukrop. Mana shu ukrop, bunisi ko'k piyoz. Endi aralashtiramiz. Qattig'im qo'yiq deb o'ylanish kerak emas, o'zi masalliqlar tushgandan keyin suyuqroq holatga keladi. Taglari bilan kovlab aralashtiramiz. Tuzini ko'ramiz, kam bo'lsa solamiz. Mana ko'ribsizki, akroshkamiz tayyor. İçine kaşıkçada bir kaşık tuz solyapman. Akroshkamiz tayyor. Agar tayyorlagan videorolikimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz bo'lib qo'ying. Biz bundan juda xursand bo'lamiz. Yanagi videoroliklar orqali uchrashguncha xayr azizlarim. Salomat bo'ling.